Assalomu alaykum. Xudo shukr tu kanalini doimiy kuzatuvchilari, tasodifiy kuzatuvchilari barcha-barchalaringizga xayrli bo'lsin. Bugun do'stlar, kechagi ko'rsatgan buqamizni mukallasi xudo xolasa so'yildi kechagi buqa. Shuni men batafsil sizlarga ko'rsatib o'tchayman do'stlar. Alloh nasib ro'za aylasa. Bugun 2025-yil 28-sentyabr sanasi. Allah nasip ro'za aylasa yakshanba kuni bugun. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Salomatmisan? Charchamasdan. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerda go'shxonada go'sht talaba gitishini qarab kanaraga asiladi, Akbarbek. Shuning uchun har xil negativ fikr yozmanglar do'stlar, qadrdonlar. Boshqasi xolodilnikda bo'ladi. Alloh nasib ro'za aylasa, so'rasangizlar so'rang. Eringiz asta-sekinlik bilan ochib, kesib, taxlab beradilar do'stlar. Akbarbekning necha kilo go'sht berdi bu xudo xolasa? 300 kilodan oshdi. 300 kilodan oshib berdimi? O'zi yiriki bu, ha? Haqiqatan. Endi do'stlarim har doimgidek bu yerda suyak bo'ladi, aparatlar, ijan, shashlik ijan qilasizmi? Keyin steak variantlar qilasizmi? Ish qilib suyak, go'sht, yog', отдельный laxm, har xil variantda go'sht xarid qilishlaringiz mumkin. Salovat ishlatadigan do'stlarimiz ham shu gap, xudo xohlasa, agarda ko'proq miqdorda doimiy mijoz bo'ladigan bo'lsa, albatta kelishilgan holda, kelishilgan narx-navolada qo'rg'ali go'shtini xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Har 5-kun juma kunlari aksiyamiz bor. Har doimgidek aksiya narxlarda go'sht xarid qilasizlar. Ko'proq xarid qiladigan mijozlarimiz uchun ham aksiya narxlarda go'sht sotiladi, doimiy mijozlar uchun. Qolaversa go'sht, agar o'kiz buqa topib beradigan bo'lsangizlar ham 1 kilo go'sht yoki pulni olishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Chorva ishqibozlari ma'lumot o'rnida men yana shuni eslatib o'tmoqchiman sizlarga. Agarda nasldor buqa olish niyatida bo'lsangizlar, 97lik 417 1040 telefon raqamlarına murojaat qilib bemalol nasl olishlaringiz mumkin, chorvani ko'paytirishlaringiz mumkin, chorvani zotini yaxshilashlaringiz mumkin bo'ladi. Ma'lumot o'rnida esataman, 97lik 417 1040 telefon raqamlarına murojaat etishlaringiz mumkin. Videolarimizni sho'rnacha ko'rganlaringiz uchun hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bir like bosing, izohlarda fikr yozing va keyingi videoroliklarimizda sog', omon yana didorlashguncha o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Omon bo'ling qadrdonlar.